Hammaga salomlar, bu Sifaxosh kanali va bugun shu damasini chizamiz. 1 2 3. Albatta sizlar bu rasmni yarmini chizib qo'ygan edim va endi ana bu chetlardagi rasmlarni chizamiz. Saman odinga yor bo'layim, chorbog'changga yor gul bo'layim. Saman odinga yor bo'layim, chorbog'changga yor gul bo'layim. Odam ko'nsa yor bo'layim, olsang bergin bilagizigimni. Odam ko'nsa yor bo'layim, olsang bergin bilagizigimni. Chorbog'changga yor gul bo'layim, saman odinga yor bo'layim. Chorbog'changga yor gul bo'layim. Odam ko'nsa yor bo'layim, olsang bergin bilagizigimni. Odam ko'nsa yor bo'layim, olsang bergin bilagizigimni. Soy bo'yida yor turgan yigit, oshiq ko'zini suzgan yigit. Soy bo'yida yor turgan yigit, oshiq ko'zini suzgan yigit. Bilagi suyimni olgan yigit, olsang bergin bilagizigimni. Bilagi suyimni olgan yigit, olsang bergin bilagizigimni. Nunda rasm bitdi deylik ham. Bo'lmasa bu yerda bitta xato bor. Aytib ko'ringlar. Bu damasini nomeri yo'q. Ana shu kommentda nomer yozing va o'sha nomerda
Kim eng ko'p like yig'ilsa o'sha nomerni ana shu yerga yozamiz. Tezroq kommentga o'tib nomer yozing va eng ko'p like yig'ilgan nomer shu yerda yoziladi. Saman odingga yor bo'layim, chorbog'changga yor gul bo'layim. Saman odingga yor bo'layim,